Aka nechta bo'ldi? 65. 65 ta. Bu 65-inchisi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, bazalt vatani obyektga kelganda qanaqa qilib qabul qilib olishi tushuntiraman. Keling. Mana, tushab turing. Mana o'g'risi. Xo'p, birinchi bo'lib demak, arrani olib berib oling. Xo'p, bitta narsani tekshirib olamiz. Bazalt namlikdan qo'rqadi. Endi ustida gidrofobimiz, ya'ni nam o'tkazmaydi bu. Orasida bitta joyini listni kesamiz. Qani yaqinroq kelib beradi. Mana. Ko'rasizlarmi, namlik yo'q. Demak, bu quruq holatda saqlangan. Xo'p. Perimetr bo'yicha, ya'ni kesilganlari qanaqa? Tekis kesilganmi yo'qmi? Mana. Xo'p, qancha chiqdi? 5, to'g'rimi? 5 bo'ldi, bizga to'g'ri keladi. Endi bitta narsani aytmanman mana. Bu plotnosti yana bitta tekshirib olish yo'li. Mana bu 120, bitta bosamiz mana, qattiq bosyapman. Mana ko'ryapsizlarmi, o'ziga qaytdi. Mana yana boshqa joyidan. Mana chetlaridan bosamiz. Mana. Sekin o'ziga qaytyapti.